Men doimo oylab yurardim. Ari uyasining ichida nima bor ekan? Qani, pastdan boshlab tekshirib ko'raylik. Qog'ozning bir necha qatlami borga o'xshaydi. Bu qatlamlar uyani issiqlik izolyatsiyasi vazifasini bajaradi. Havo sovuq paytlarda uyani iliq saqlaydi. Lekin bu nima? Ichida yana nimadir bor ekan. Mana bizning dastlabki asalari katakchalari. Bu yerda arilar rivojlanadi. Ba'zilari chiqishga urinmoqda. Mana katakchalarning 3 va 4 qatlami ham bor ekan.